Mana bu yuzlar hozircha odatiy ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin atigi bir necha daqiqalardan so'ng ular sizga dahshatli va g'ayritabiiy bo'lib ko'rinishni boshlaydi. Sizdan faqat bitta narsa talab qilinadi. Markazdagi qizil nuqtaga tikilib qarang. Bu miya tomonidan yuzlarni qayta ishlashda yuzaga keladigan g'aroyib psixologik effekt. Aslida miya yuzlarni tahlil qilishda kontrastni kuchaytiradi. Ya'ni har bir insonning o'ziga xosligini ajratib ko'rishga harakat qiladi. Ammo agar yuzlar tezda bir-birining o'rnini bosadigan bo'lsa va siz faqat bitta nuqtaga qarab tursangiz, miya bu shoshilinch montajni to'g'ri tahlil qila olmaydi. Natijada esa oddiy yuzlar sizga qo'rqinchli bo'lib ko'rinadi. Bu effektni yuzlar illyuziyasi deb atashadi. Xo'sh, sizningcha miyamiz yana qanday hiylalarni qilishi mumkin? Bu suratdagi insonlar haqiqatdan ham sizga qo'rqinchli ko'rindimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.